Assalomu alaykum, mister va obunachilarim, yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Bilaman, ko'p vaqtdan beri video qo'ymadim, ya'ni mana shu uzun videolardan qo'ymadim, vertikal videolardan. Xudo xolasa asta-sekin yana qo'yishni boshlaymiz. Ozgina sog'lig'imda muammo bo'lib qoldi. Xudo xolasa mana tiklandik, перезагрузка bo'lib, xudo xolasa mana qaytdik. Bugun juda ham bir qiziq mavzu, ya'ni mana shu bizani mana aka-ukalarimiz, birodarlarimiz, do'stlarimiz safarlarda bo'lib ishlashadi yoki chet davlatga ketib ishlashadi. Kamida 3 oy, 6 oylab ketishadi, uyidan uzoqda bo'lishadi va jinsiy aloqa qilishmaydi. Albatta, bu qanday asoratlarga olib kelishi mumkinligini bugun mana shu videoroligimizda bilib olasiz. Albatta, videoni oxirigacha ko'ring. Foydali ma'lumotlar, foydali, qiziqarli ma'lumotlar sizlarni kutib turibdi. Bo'lmasa, boshlaymiz. Mister va obunachilarim, mana shu erkaklarda jinsiy aloqa yetishmovchiligini ikkita yo'lakka bo'lsak bo'ladi. Ya'ni muammolarini. Birinchisi bu fiziologik muammolar, ikkinchisi psixologik. Hozir mana shu psixologikni ko'rib chiqamiz. Birinchisi albatta bu раздражительность, stress. Bu jinsiy aloqa sizga yetishmovchiligi bo'lsa, mana ketdingiz, 1 oy, 3 oy, 4 oylab ketdingiz, jinsiy aloqa bo'lmayapti sizda, bu sizda asabiychilikni, stressni, depressiyani oshirib yuboradi. Miyangizda bir gap oz, ikki gap ko'p bo'lib qoladi. Ya'ni juda stressga va depressiyaga tushib qoladigan bo'lib qolasiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi bu uyquning buzilishi. Jinsiy aloqa qiladigan bo'lsangiz, uyquni zo'r qilib beradi. Jinsiy aloqa bo'lmasligi bu uyquni buzadi, ya'ni uyqusizlik, uxlay olmaslik muammosi sizda boshlanadi. Keyingisi bu albatta o'ziga bo'lgan ishonch tushib ketadi. Ya'ni samootsyenkasi yo'qoladi. Keyingisi, ya'ni to'rtinchisi, mana ayolingiz bilan emotsional bog'liqligingiz, bir-biringizni bo'lgan muhabbat kamayadi. Albatta, jinsiy aloqa bo'lmagandan keyin bu ham asta-sekin kamayishi mumkin. Bu psixologik tomonlama edi. Endi eng asosiysi bor. Bu fiziologik. Bu har qanday muammolarga, kasalliklarga olib kelishi mumkin. Eng birinchisi bu prostata bezingiz dimlanishi mumkin. Siz jinsiy aloqa qilmaysiz, prostata bezi suyuqlikni ishlab chiqaraveradi, prostata dimlanadi. Prostata dimlangandan keyin bu prostatitga olib kelishi mumkin. Bora-bora bu surunkali prostatit bo'lib, постоянно sizni bezovta qiladigan bo'ladi. Buni oddiy belgilarini aytib o'tib ketaman, bilib qo'yinglar. Agar sizda siyishda muammo bo'ladigan bo'lsa, ya'ni tomchilab qolish, uzib siyish, siyib bo'lgandan keyin siydik qolgandek bo'lish, achishish, agar infeksiya tushsa achishish bo'lishi mumkin. Siydikning naporining pasayishi bo'lishi mumkin. Albatta, bular mana shu siydik yo'llarida muammolarda va prostata muammolarida mana shu belgilar bo'lishi mumkin. Agar sizda mana shu belgi bo'lsa, bemalol uzoqda bo'lsangiz ham menga onlayn konsultatsiyaga chiqishingiz mumkin. Onlayn konsultatsiya pastda ссылка qoldiramiz, Telegram adminimning ссылкасini qoldiramiz. Adminimga o'tib onlayn konsultatsiya desanglar, barcha ma'lumotlarni beradi. Xudo xolasa, bu bo'yicha ham kerak bo'lsa, uzoqda bo'lsangiz ham onlayn konsultatsiya qilishimiz mumkin. Albatta, mana shu belgilar bo'lsa, vaqtni o'tkazmasdan darhol andrologga menga murojaat qilishingiz mumkin. Albatta, onlayn konsultatsiyamiz pullik bo'ladi. Keyingisi bu yurak qon tomir sistemasida muammolar. Jinsiy aloqa qon aylanishini yaxshilab turadi. Jinsiy aloqa bo'lmagandan keyin qon aylanishi ham buziladi. Qon aylanishi buzildi, bu degani boshqa muammolar yana paydo bo'laveradi. Yurakda muammolar bo'lishi mumkin, o'zingizda muammolar, bosh aylanishi, holsizlik, muammolar juda ko'payib ketadi. Keyingisi albatta bu jinsiy zaiflik bo'lishi mumkin. Agar siz mana shu jinsiy aloqa qilmay yursangiz, jinsiy zaiflik paydo bo'lishi mumkin. Albatta, bu yana aylanib qon tomiriga keladi. Jinsiy aloqa qon tomirini yaxshilaydi. Jinsiy aloqa bo'lmagandan keyin qon tomir aylanishi buziladi, qon aylanishi buziladi. Jinsiy holatda ham qon aylanishi buziladi va bu jinsiy zaiflikka moyillikni oshirib beradi. Keyingisi eng asosiysi erkakni erkak qiladigan testosteron gormonining pasayib ketishi. Regularniy jinsiy aloqa sizda testosteronni normada ushlab turishga yordam beradi. Siz jinsiy aloqa yo'q sizda. Nima bo'ladi? Testosteron tushib ketadi.
Bu gaplarim man ko'pchilik boshqa ma'no qidirishi mumkin. Bir narsani aytib o'tib ketaman do'stlar. Hech qanday zino qilish kerak emas. Ko'pchilik o'ylaydi, ha, menda mana shu muammolar bo'lar ekan. Shuning uchun men jinsiy aloqa qilmasam bo'lmaydi. Zino qilib qo'ymanglar. Bu albatta bo'ladigan narsa emas. Qilmanglar bu narsani. Bu gunoh. Shuning uchun o'zingizni tutishni biling. Yana bitta savol tug'ilishi mumkin. 5 ga 1 qilib tursa bo'ladimi? O'z-o'zini qondirib tursa bo'ladimi degan savol tug'ilishi mumkin. Shu muammolar bo'lmasligi uchun deyshadi. Qarang, dinimizda bu mumkin emas. Bu вообще mumkin emas. Buni sizdan chiqazmang. Lekin degan joy bor. Lekin tibbiyotda haftasiga 1 marta mumkin. Agar siz buni oshirib yorsangiz, haftasiga 3-4 martalab qiladigan bo'lsangiz, bu keyin sizda juda ko'p asoratlarga olib kelishi mumkin. Bu asoratlarni keyin yo'qotaman deb yana keyin shifokor yurishingiz mumkin. Shuning uchun bu narsani qilmang. Eng zo'r yo'li iloji bo'lsa 1 oydan 2 oydan kelib keting oilangiz yoniga. Yoki bo'lmasa imkoniyati bo'ladigan bo'lsa oilangizni ham olib keting yoningizda. Sizdan chiqazmang. Bu 5 ga 1 ham boshqa yo'liga borish ham gunoh hisoblanadi. Bu narsani qilmanglar. Agar mana boshqa yo'llarga borib qo'yishadi, ko'pchiligi borib qo'ygandan keyin infeksiya yuqtirib olishadi. Himoyasiz jinsiy aloqa bo'ladi. Himoyasiz jinsiy aloqa bo'lgandan keyin bu infeksiyalar tonna bo'lib sizga o'tib ketishi mumkin. Va keyinchalik sizning hayotingizga bu infeksiyalar bolta urishi mumkin. Buni sizdan chiqazmang. Bu yaxshi emas. Keyingisi albatta bu immunitetning pasayib ketishi. Immunitet, ya'ni jinsiy aloqa immunitetni oshirishga yordam beradi. Jinsiy aloqa bo'lmagandan keyin immunitet ham pasayishi mumkin. Keyingisi albatta do'stlar bu stress. Kortizol, ya'ni stress gormoni desak ham bo'ladi buni. Kortizol oshib ketadi qonda va sizda постоянно stress bo'ladi. Jinsiy aloqa esa mana shu stressni yo'qotishga yordam beradi. Ya'ni endorfin va dopamin gormonlari jinsiy aloqa payti ishlab chiqariladi va kortizolni kamaytiradi. Va mana shu payt siz lazzatlanasiz. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, kayf qilasiz. Mana shu narsani jinsiy aloqa yo'qotib beradi, ya'ni stressni. Keyingisi albatta bu bosh og'rig'i. Tez bosh og'rig'i kuzatilishi mumkin. Eng zo'r davosi bosh og'rig'i albatta bu jinsiy aloqa. Do'stlar, mana shu aytganlarim sizda, ya'ni erkaklarda jinsiy aloqa yetishmovchiligidan kelib chiqadigan muammolar. Shuni oldini olish uchun yana aytaman, iloji bo'lsa oilangizni o'zingiz bilan olib keting. Agar imkoniyati bo'lmasa buni tez kelib ketishni yo'lini qiling. Albatta, to'g'ri, pul kerak, oilani boqish kerak, lekin oilani saqlab qolish kerak birinchidan. Ikkinchidan, o'zingizning sog'ligingizga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Pul topaman deb sog'ligingizni yo'qotsangiz, mana shu sog'likni tiklayman deb mana shu topgan pulingizni 2 baravariga yo'qotasiz. Menimcha mana shu videoroligim sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Mana shu videorolikni uzoqda yurgan, uzoqda ishlab yurgan, chet davlatda yoki boshqa uzoqga ketib ishlaydigan, oilasidan uzoqda bo'ladigan tanishingizga yuborib qo'ying. Albatta, ular ham mana shu videoni ko'rishsin. Xohlasanglar kommentariyga yozib qoldiringlar. Bu videodan keyingi videolarimizda xudo xolasa ayollarda jinsiy aloqa yetishmovchiligi nimalarga olib keladi, bularni ham ko'rib chiqamiz. Xohlasanglar kommentariyga yozib qoldiringlar. Plus belgisini qoldirasizlarmi yoki ayollardagi mana shu jinsiy aloqa yetishmovchiligidan qanday muammolar bo'ladi, shu haqida video ishlaymiz deb yozsanglar, albatta xudo xolasa keyingi videolarimizda buni ham olib chiqamiz. Hammaga kattakon rahmat, doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog'likda ko'rishguncha.